Endi menda mana shunaqa odatim borda, yangi qo'shiq yozsam, qo'shuvchi opalarimga bittada tashlab yuboraman. Mana shu narsani gapirmasam bo'lmaydi lekin xafa bo'lib qolishadi. Sen hammaga bittada tashlaysan, lekin bizga birinchi tashlamaysan. Endi menda bitta savol bo'ladi-da. Kimdir hozir to'yga etsa, degim keladi qo'shuvchi opalarimga. Siz bizdan to'yga kiring, men sizga kelgan pulini berib yuboraman desa, borishmaydi-ku, to'g'rimi? Xuddi o'shanga o'xshagan men ham ijodda sizlar to'yga kirsanglar, men qo'shiq yozib tirikchilik qilaman. Naboda bilib qo'yinglar shuni. Kim birinchi qo'l ko'tarsa, qo'shiq o'shaniki. Menga uni urvini, ana u necha yillik san'atkor, unisi qiziq emas. Menga hamma birdek. Qiziqlik davrida o'tib bo'ldi. O'tib bo'ldi. Men qiziqishga ashula yozadigan davrdan o'tib bo'ldim. Qattiq gapiraverdim. Yuzapa kelgan. Hozir men o'zi Samarqanddaman, jiyanimdan senga pul yuboraman dedilar. Bo'ldi, hop Yuzapa, davay. Qo'shiq tashlagandan keyin bir 15 minutda yozdilar-da Yuzapa bu gapni. Ular jiyanlari keldi, hal qilib ketishdi. Feruza ham kechroq eshitdilar u qo'shiqni, ya'ni 1,5 soat, 2 soat raznicada eshitib qoldilar. O'sha Telegramga kirganlar. Ungacha u qo'shiq sotilib ketdi. Keyin aytdilar, "Sizlar atilab qildinglar, unaqa qildinglar, bunaqa qildinglar" deb ozgina xafa bo'ldilar. Feruza ham bor gapirib, "Naboda xafa bo'lmang" uni eshitgandan keyin sizni yaxshi ko'raman. Keyin aytdilar, "Alda bossanlar, sotmagan bo'lsalaringdan boshqa odamga berganlaring kelyapti-da, unda nimaga menga tashlaysanlar?" dedilar. "Bo'ldi, men sizlar bilan atnashinglarni uzaman, kerak emas, hech nima sizlardan ashula ham olmayman" dedilar-da. Nima deyishimni bilmadim-da. Feruza dedim. Bu keyin aytdim. Qarori hali vaqtli qo'ymay turing. Yana yaxshi ashula yozsam, sizga обязательно shu kunda tashlayman. Sen bo'ldi, endi unaqa chiqmaydi u qo'shiq dedilar. Sizga keladi Feruza ham qo'shiq. Ha. Yuraklar sezgan degan to'g'ri aytasiz. Ikkiga jim sevishaylik. Zo'r chiqqanmi? Zo'r chiqqanda jim sevishaylik. Bu yoqda gapirib beryapman sevgimni degan, u откровение. Ha, kuy bo'lsinlar. Bu yerda bekitilgan, u yerda ochuvchasiga. Endi bo'lsinlar degan joyi ham sizni eslatdilar bo'ldi. Men ozgina qarg'ab yuboraman so'zlarda deydi. Keyingi Yuzapa mashular zo'r sevishaylik. U ham nimaga hamma yoq bir xil bo'lib ketdi desanglar, qo'shiq yozilib, qo'shuvchi ijro etsa, xalq gapirmasa uni men o'ylayman-da. Meni tushuncham u hech kimga qiziq emas. Ano, kerak emas, qo'shuvlarga o'xshab bitta yana chetda qoladi. Muhokama qilish kerak. Kerak. O'sha uchun bir xil qilib yozib berdim. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti, o'rtoqlar. Zo'r ish qildim.